Men manzilsiz xatlar yozaman. Maktublarim egasi yo'qdir. Kimdir uni ochib xilvatda ko'z yoshi bilan ohista o'qar. Men manzilsiz xatlar yozaman, ammo ular chiqqandir yo'lga. Umidvorman va ishonaman, yetgay bir kun intizor qolga. Men manzilsiz xatlar yozaman, satrlarga joylab o'zimni. Ne uchundir o'qigan odam meni emas, ko'rar o'zini. Maktubimni o'qigan odam shivirlaydi, xatdagi men-ku. Meniki-ku mana bu armon, meniki-ku mana bu orzu. Men manzilsiz xatlar yozaman, maktublarim kimgadir yoqar. Kimdir esa uni shu zamon olovlarga maydalab o'tar. Menchi uni o'qigan odam yetsa deyman tilaklariga. Shuning uchun xat yuboraman odamlarning yuraklariga.